Bugungi kunda zamonaviy tibbiyot imkoniyatlaridan nafaqat markazlar, balki respublikamizning eng chekka hududlarida ham foydalanilmoqda. Yangi tibbiyot muassasalari ochilib, aholiga xizmat ko'rsatish sifati ham yaxshilanmoqda. Xuddi shunday chekka hududlarda joylashgan tibbiyot punktlaridan biri bu Buxoro viloyati G'ijduvon tumanidagi Guliston oilaviy shifokorlik punkti. Ushbu tibbiyot muassasasi shu hududda joylashgan bir nechta qishloqning umumiy 15111 nafar aholisiga birlamchi tibbiy yordam ko'rsatmoqda. Zamonaviy laborator tahlillar, ultratovush tekshiruvi, stomatolog xizmatlaridan hudud aholisi muntazam foydalanib kelmoqda. Sog'lig'im yo'qligi tufayli beri keldim. Xudoga shukr, doktorlarimiz, medsistralarimiz yaxshi qaraylar bizga. Mana yaxshi toza, ozoda, hamma joylari yaxshi, muomalalari yaxshi. Bizga yaxshi muomala ko'rsatadilar. Shu uchun ko'pincha shu yerga kelib ukollarimizni olamiz. Xudoga shukr, baraka topsinlar hammalari. Ana xizmatchilari ham toza, ozoda, hamma joylari. Rahmat bularga, doktorga ham, medsistralarga ham. Ukol dorilarimizni o'z vaqtiga olamiz. Uylarimizdan xabar olib turarlar. Nabiralarimiz bu, nabiralarimiz borib ko'rarlar. Kelinlarimizga yaxshi muomala qiladilar. Oilaviy shifokorlik punkti tomonidan bepul berilayotgan dori vositalari bemorlarga birlamchi tibbiy xizmat ko'rsatishida yanada asqotadi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Oldingi emlashlarimiz ham yaxshi o'tgan. Emlash vaqtida bizning doktorlar hamda hamshiralar ham yaxshi kayfiyatda kutib olishadi. Emlashdan oldingi va keyingi tibbiy ko'riklar haqida, tibbiy holatlar haqida, chaqaloqni qanaqa parvarish qilish haqida ko'rsatmalar berib o'tadilar.